Hormiylar, qizlarjonlar, kechadan beri sovunlar haqida gaplashyapmiz sizlar bilan. Qizlar qaranglar, mana bunaqa tariqli yostiq, lechebniy boshga, qorindan bo'lishiga lechebniy yostiqcha zakaz qilib olsanglar, sovunlar sovg'iga qo'shib keladi. Ularda hozir Ramazon aksiyasi ketyapti. Narxlari ham boshqalardan unaqa qimmat emas. Internetda ko'rib, tanlab, dostupniy narxlarda olganman hamma narsani. Keyin sovunlar haqida, bular lechebniy sovunlar. Kattaligi ham, kichkinaligi ham, chaqaloqligi ham borda. Bemalol o'zlariga murojaat qilsanglar, ular sizlarga podrobno aytadilar. Qaysi sovun nimaga qarshi deb. Bu allergiyaga qarshi bor, ajinligi bor, yuzdagi dog'ligi bor, badandagi qurishlarga bor. Stranichka yana atmis qilaman, aloqaga chiqib o'zinglar bemalol zakaz qilinglar qizlarjonlar.